4 xonali kvartirani puliga naqd hovli uy bor desam sanasizmi? Assalomu alaykum Zinat uy-joy savdo kuzatuvchilari. Bugungi manzilimiz aeroportda joylashgan 2 sotixli naqd 4 xonadan iborat bo'lgan 200 kvadratli hovli uyimiz sotuvga qo'yildi. Hovli uyimiz aytib o'tganimizcha umumiy 4 ta xona, birinchi etaj 100 kvadrat, ikkinchi etaj 100 kvadratdan iborat bo'lgan. Xo'p, kirishimiz bilan shunaqa ixchamgina hol kutib oladi. Orqa tarafda alohida hoz duvarlargacha bor. Kirganimizda bemalol bitta mashina bu yerga sig'adi. Temir, chiroyli robotlardan qo'yib qo'yishgan. Mahalla yangi mahalla, gaz svet suvlar tushgan. Xo'p, inshaalloh shu kirasiz yashaydigan holatda. Tashqi taraflarimizni chiroyli holatda remontlar qilib qo'yishgan. Kirganimizda bu birinchi katta zalimiz. Remontlari pokiza holatda, shu kirasiz, bemalol yashaysiz bo'ladigan holatda. Xo'p, 80% remonti bitgan, ta'mir holati bitgan. Shu isitish tizimlari, ya'ni ataplinalarda batareykalarni qo'yib qo'yilsa kifoya inshaalloh. Bu bitta spalniyamiz pastki aboylar qilib, toza holatda, chiroyli holatda bitqizib qo'yishgan umumiy sanuzelimiz. Xo'p, ikkita sanuzel, 4 ta xona va oshxonadan iborat. Bu oshxona qismimiz. Alohida hoz duvor ham bor aytib o'tganimizdek. Orqa qismi bu yerga chiroyli so'rinlardan qo'yib, o'zlariga chiroyli sharoitlar qo'ysangiz bo'ladi. Basenlar qilsangiz, bir tarafga basen, bir tarafga so'rinlar qilib, yozda o'tirgani yaxshi sharoit qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqamiz. Xo'p, chiqishimiz bilan kengina zal, ya'ni hol hisobda. Bu yerda shunday gipsokardondan to'sib turib, bu yerdan yana bitta chiroyli xona qilib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Bu yer balkon. Xo'p, bu yerda ikkita xona, umumiy sanuzel. Xo'p, o'ng tarafdan boshlaymiz. O'ng tarafda sanuzelimiz. Xo'p, bu yerda ham chiroyli to'sib turib, garderob qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yer kichiklar yotoqxonasi. Oyoq taylari parket pol qilib qo'yishgan, chiroyli taxt eshiklardan qo'yishgan. Xo'p, bu yer kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi. Yer tarafda onlayndan turib, bomdod namozidan keyin chiqib, toza havoda nafas olib, mazza qilib bir finjon choyda turk choyini damlab ichadigan holat. Xo'p, bugungi kunda bu xonadonimizni bahosi 75 ming AQSh dollariga naqd sanaganga berib olamiz deyapti inshaalloh. Qo'shimcha ma'lumotlar quyidagi raqamlar orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin.